Minecraft, lekin biz mana shu kichkinagina orolchada qolib ketdik. Va men bu orolchada nak 100 kun yashab qolmoqchiman. Va bu yerda biz bilan yana kichkinagina orolchalar bor. Birinchi bo'lib men mana bu orolchaga boraman. Hop, ketma-ket boramiz do'stlar. Xo'sh, so'ng esa bu orolga, so'ng bunga va oxirida mana bunga boramiz. Xo'p, unda biz tezroq boshlab olishimiz kerak. Daraxt olib olamiz. Bu yerda esa shu narsalar bor. Xo'p, mayli. Tezroq daraxt olib olish kerak. Boshlang'ich instrumentlarni yasab olsam zo'r bo'lardi. Xo'p do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu video 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Keyingi qism uchun do'stlar 5 ta likedan so'ng chiqaraman. Xo'sh, mana endi menga ozgina yer blok kerak. Qani yer bloklarni olib olaman. Mana. Burada yaşayan yetkiler var. Yer bloklarını yaratmak. Başka yer blokları varsa yukarı. Yukarıda ikisini almak gerek. Şurada geçiyor. Men yer bloklarını olguncha videoni pauza qilib turaman. Xo'p do'stlar, mana men barcha tuproqni ham olib bo'ldim. Xo'p, mana endi esa territoriyani kattalashtiraman. Yana kattalaydi. Xo'sh, mana bu yoqqa pastda kechasi zombilar paydo bo'lishi mumkin. Bu yomon. Xo'p, mayli, hechqisi yo'q. Tezda bu yerga uloylar qo'yib, tosh generatorni yasash kerak. Mana bunu qo'ysak, iltimos ish bersin. Agar biron nima xato ketib qolsa, barchasi tamom. Mana aytganimdek bittani xato ketibdi. Xo'p, buni biz olamiz. Bitta bu yoqqa. Mana nimagadir xato qo'yyapman. Bo'ldi. Voy, la'nati, bunisini o'ylamabman. Mana bo'ldi. Buni olamiz. Mana. Ana endi barchasi ish berdi. Endi toshni sindirib ko'rish kerak. Xo'sh, menga yog'ochdan kirishga kerak. Xo'sh, mana. Yo'q. Ish bermadi. Xo'sh. Paxta olamiz. Voy la'nati, esdan chiqqaniga qarang. Bu yerda qazish kerak edi. Ana bo'ldi. Xo'sh. Ana endi lavani qo'ysak ham bo'ladi. Ana. Va
tayyor. Xo'sh, taxirni solib qo'yamiz. Va endi tosh olsak ham bo'ladi. Men yetarlicha tosh qazig'animdan so'ng videoni yoqaman. Shundan videoni pauza qilib do'stlar. Do'stlar, mening berkim sinib qoldi. Shuning uchun men toshdan instrumentlar yasamoqchiman. Qilich, belka, qapli, tosh yetarli. Va men daraxt ekishim kerak. Men shu yerga qo'ya qolaman. Xo'sh, endi esa men to'g'ri mana shu orolga qarab boraman. Xo'sh, orolga yaqinlashgandan so'ng videoni yoqaman. Do'stlar, barcha toshni qo'ydim. Orolga ozgina qoldi. Bu yoqqa taxtani ishlatmoqchiman. Xo'sh, mana va tayyor. Biz oroldamiz. Bu yerda suv bor ekan. Va joyda sandiqda ajoyib yer bloklari bor ekan. Va 30 ta daraxt. Va bu yerda qo'y, va tovuq. Ajoyib. Endi ortga qaytsak ham bo'ladi. Pastga tushib ketmasak bo'lgani. O'lsam hamma narsamni yo'qotaman. Bu esa yomon. Yo'q, sal qoldi. Ko'ringizmi, kelishim bilanoq mana bu daraxt o'sdi. Xo'p, mayli. Bu daraxtni buzib olamiz. Bo'ldi. Mana kech ham qoldi. Tezroq uxlash kerak. Xo'sh, bu yerga narsalarni solib qo'yamiz. Bizga hozirchalik kerak emas bo'lgan narsalar. Mana endi esa uxlasak bo'ladi. Xo'p, mana biz turdik. Bu barglarni buzishimiz kerak. Bizga xalaq beradi albatta. O olmoqchi, ajoyib. Yana tezroq buz. Yanishni boshladi yana. Mayli. Ana endi biz bu tarafga borishimiz kerak. Obbo, yana blok qazish kerak. Ha, mayli, videoni pauza qilib ko'raman. Qiziq, o'ylab qoldim do'stlar. Men o'zim nimaga tosh qazishim kerak? Axir menda daraxtlar bor-ku. Xo'sh, verstakni bu yerdan olamiz. Xo'sh, bu yerga yer blokidan qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ana endi esa buni olamiz va o'stiramiz. Va nihoyat o's chiqdi. Endigina o'smadi, afsus demoqchiman. Ammo o's chiqdi, yaxshi. Xo'sh, bloklarni qazib olamiz. Bu yerdan pakirlarni olamizda. Bu oroldan boyagi suvni olib kelishim kerak. Xo'p, mayli. Tezroq boramiz. Suv. Mana. Oho, bu bes. Bu yerdan qancha xohlasin shuncha suv olsa bo'lar ekan. Ajoyib. Sandiqni ham olib ketish kerak. Tekinga sandiq barchaga kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan gullarni va bu urug'larni ham olib ketish kerak. Bitta ham urug' chiqmadi. Yo, ikkita urug' chiqdi. Ajoyib. Xo'sh, ana endi versakni o'zimda ekan, bu ajoyib.
taxta qilib olamiz va bitta ketmon yasab olsam bo'lardi. Xo'sh, ketmonni olib mana va urug'larni ekib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, mayli. Ana endi esa ketdik. Xo'sh, bizga endi bu orolga borishimiz kerak, ammo u yerga borish uchun keyingi qismda harakat qilamiz. Hozir esa men o'zimga baza qurmoqchiman. Kichkinagina bazacha. Xo'p, suv quyamiz. Menga taxta kerak. Bo'ldi, xo'sh. Suvga ilinib olgan holda blok qo'yishimiz kerak. Mana shu yerga o't olishim kerak. Yana afsuski o't olmadim. Mayli. Shunchaki bir blok qazing. O'ylanati. Xo'p, bo'pti. Mana bu yerga qo'yib. Xo'sh, endi bu yerda nima qilamiz-da, savol. Tepaga chiqish kerak. Menga ko'proq daraxt kerak. Ko'proq. Yana baribir shu tarafga bormasam bo'lmaydi. Lekin men aytdimmi bo'ldi. Keyingi qismda dedimmi bo'ldi. Keyingi qismda. Xo'sh, bu tarafga qarab kengaytiramiz orolchani. Mana. Xo'sh, bu tarafdan. Hozirchalik kichkinagina uycha ham bo'ladi. Xo'sh, mana. O'ylanati yetmay qoldi. Bo'pti, bu yerga tosh qo'yamiz. Xo'sh, kravatni bu yerga joylashtiramiz. Xo'p, mayli do'stlar. Ikkinchi qism uchun sizdan 5 ta like so'rab qolaman va kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda biz albatta mana bu orolga qarab boramiz. Xo'p, unda hammaga xayr.